Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal günlük haberlerini görüşünlerden karşılayımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibideki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qedamsizda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitoy tabiiy boyliqni bulang-talang qilishni oshiradigan uskunani Tarim neftlikida sinab qildi. Xitoy rejimi Sharq Turkistonning tabiiy boyliqini texmo tez sur'atda talon-taroj qilish uchun 175 megapaskallik besim bilan yerish uskunasini Tarim neftlikida sinab qilib ishlatishga boshlagan. Xitoy neft gazetining xabar qilishicha 2 fevral Xitoy neft tabiiy gaz guruhi cheklik shirkati 12.000 metrlik cho'nqurlikda qazolaydigan avtomatik burg'ulash mashinasini Tarim neftligiga o'rinlashtirgan bo'lib, 28 yanvar Tarim neftligining Bo'z rayonidagi bir quduqda Xitoy neftining tunji yurish 175 megapaskallik besim bilan yerish uskunasini sinoq tariqasida ishlatgan. G'arbiy qism burg'ulash charlash quduq osti mashg'ulot shirkatining tunishtirishicha, naq maydondagi eng yuqori qurilish qilish besimi 131 megapaskal, o'rta nasos besimi 121.79 megapaskal bo'lib, bir yo'lilab 128 megapaskallik besimda uda qum qo'shib qurilish qilish rekordi yaratilgan. Bildirilishicha, g'arbiy qism burg'ulash charlash quduq osti mashg'ulot shirkati Tarim neftligi charlash ishlari bo'limi bilan birlashib 175 megapaskal besim bilan yerish uskunasini naq maydonda qo'llanish kichik gruppasi qurib, Bo'z rayon bo'lagidagi qurilish maydonida o'lchash sinab qilishni boshlagan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining Sharq Turkistondan chiqqan boyliqlarni faqatla Xitoyning ehtiyojini qondirishga ishlatayotganligini, haqiqiy egalari bo'lgan yerlik xalqning hech qanday manfaatga erisholmaganligini, Xitoy xabarlarida har yili e'lon qilinayotgan atalmish nomrodlikdan qutuldirilganlar haqidagi sonliq ma'lumotlarning butunlay yolg'on ekanligi, buncha ko'p tabiiy boyliqqa ega Sharq Turkiston xalqining ko'pinchisining hali ham nomrodlik ichida yashashga mahkum qilinganligi, Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatiga mos holda Sharq Turkistonning boyliqini ilg'or texnikalar orqali zo'r ko'lamda bulang-talang qilayotganligini bildirishmoqda. Afg'oniston Xitoyning 49 million dollar mablag'i bilan neft ishlab chiqarishni boshladi. Afg'oniston Xitoy shirkatining 49 million dollar qimmatidagi mablag'i bilan neft ishlab chiqarishni boshladi. Amerika ovozining 7 fevral xabar qilishicha, Xitoy energiya shirkati Afg'onistonning neft ishlab chiqarishiga 49 million dollar mablag' solgan bo'lib, Afg'onistonning kundalik xom mahsulot miqdorini 1100 tonnadan oshirishga va'da qilgan. Ammo bu mablag' Xitoy aslida va'da qilgan mablag'ning 3dan 1iga teng keladi ekan. Xabarda qayd qilinishicha, asli Sharq Turkistonning tabiiy boyliqini bulang-talang qilayotgan Xitoyning O'rta Osiyo neft va tabiiy gaz shirkati 1 yil ilgari Taliban rahbarlari bilan 25 yillik zo'r ko'lamda neft charlash kelishimi imzolagan. Kelishimda shirkatning birinchi yili 150 million dollar, 2026 yilga borganda 540 million dollar mablag' selishi talab qilingan. Ismini oshkorlashni xohlamagan Taliban hukumatining bir yuqori darajalik amaldori Amerika ovoziga shirkatning moddiy va emgak tannarxiga bo'lgan mo'lcharining to'g'ri emasligini, mablag'ning yetarli bo'lmaganligi sababli Afg'oniston tarafining kelishimni tasdiqlashni yana 3 oy kechiktirganligini oshkorlagan. Amerika geologiyalik charlash idorasining 2011-yildagi tekshirish mo'lcharida Afg'oniston va Tojikistonni o'z ichiga olgan Amu daryo o'ymonligining xom neft zapasi 962 million bak, tabiiy gaz zapasi 5202 milliard 500 million kub futga yetadi ekan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy shirkati bu yoshirin kuchdan foydalanish razil maqsadida bu yil yana 22 quduq qazib, kundalik ishlab chiqarish miqdorini 2000 tonnadan oshirib, 15000 bakka yetkazishni planlagan. Xitoy taratqullari Indoneziyadagi ta'sirini kengaytdi. Xitoy axborot vositalarining Indoneziyadagi ta'sirini barg'ancha kengaytganligi oshkorlandi. Amerika ovozining 7 fevral xabar qilishicha, haqsiz sayohatdan tortib Xitoyning atalmish bir balvoq bir yo'l savdo planiga aloqador boshliqlar yig'inni xabar qilib tarqatishgacha Xitoyning asosliq axborot vositalari bilan mazmun o'rtoqlashish hamda savdo qilish, Indoneziya ko'rurmanlari bilan uchurlarni o'rtoqlashishga bo'lgan hamma sohada Xitoy taratqullarining ta'siri barg'ancha kuchaygan. Xabarda qayd qilinishicha, o'tgan yil 11 oyda Indoneziya metro televiziyasi
Xitoy Markaziy radio televiziya shirkati bilan kelishim imzolab, Metro televiziyasining Bayraktar xabar programmasi Metro xabarlarining mazmunini Xitoy tilida tarqatishga boshlagan. Bildirilishicha, kelishim imzolagan radio televiziya shirkati Jakarta pochtasi gazetiga qo'shilgan bo'lib, buningdagi xabarlar Xitoy kundalik gazetiga qayta besiladi ekan. Indoneziyaning Antara xabar agentligi bilan Xitoyning Xinhua agentligi va Xitoy yer shari televiziyatori CGTNning mushuningga o'xshash hamkorlik munosabati bor ekan. Undan boshqa ikki taraf kelishim doirasi ichida o'zaro mazmundan tang baharlanish yoki mazmun hosil qilish kelishimi Xitoyning Indoneziyada yillardan buyon qo'llangan usulining davomi ekan. Erkinlik saroyining 2022 yili e'lon qilgan dokumentida bayqilishicha, Xitoy Indoneziyada yuqorqi ikki xil taktikani qo'llanish bilan birga tekshirish hilasi orqali o'ziga foydali hikoyat o'qib chiqishga tirishgan. Erkinlik saroyi 2022 yili e'lon qilgan dokumentning birlashma avtori Muhammad Zulfiqar Rahmatning aytishicha, Xitoy taratqullari bilan hamkorlik kelishimi imzolagan Indoneziyadagi bir qancha axborot vositalari Xitoyga aloqador salbiy tanqidlardan saqlanishga uringan. Mutaxassislarning Amerika ovoziga aytishicha, axborot kasbi iqtisodiy chekinish bosqichida turgan mezgillarda bu xil aloqaning ahamiyati bor ekan. Ammo ba'zi muxbirlar Beijingga haqliq sayohatga chiqqandan keyin texnik aktiv dokumentlarni o'tirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, yerlik axborot mutaxassislari Indoneziyaning kuchlik tahrirlash siyosati borligini, bu orqali dokumentning mustaqilligini qo'g'dash kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Jakarta pochtasi gazetining bosh muharriri Tavfiqur Rahman Amerika ovozi radiosiga Xitoy kundalik gazeti bilan bo'lgan har qanday hamkorlik nuqul holda savdo xarakterini olgan bo'ladi degan. Xabarda bildirilishicha, Xitoy 2019-yili Indoneziya muxbirlarini Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarni ziyorat qilishga tashkillagan bo'lib, ziyoratdan keyin ko'pincha Indoneziya muxbirlari Sharq Turkistonni ziyorat qilganda ko'rganlari haqida Xitoyga aktiv moslashgan xabarlarni yozgan. Ammo oz bir qism muxbirlar tanqidiy dokumentlarni e'lon qilgan. Turkiya Pokistonning Balochiston o'lkasidagi terrorlik hujumi haqida bayonot e'lon qildi. Pokistonning Balochiston o'lkasida o'tkazilgan saylamdagi parlament a'zosi kandidatlarini nishon qilgan bomba hujumida 28 kishi qazo qilib, 47 kishi yaralangan edi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Turkiya Pokistonning terrorlikqa qarshi kurashini qo'llashni davomlashtiradiganligini bildirdi. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi tunugun Pokistonda yuz bergan terrorlik hujumlari haqida yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda Pokistonning Balochiston o'lkasiga qarashli ikki nahiyada yuz bergan terrorlik hujumlarida 30 ga yaqin kishining qazo qilganligi va nurg'un kishining yaralanganligidan cho'nqur qayg'urish ichida xabar topdik. Biz qarindosh Pokiston xalqining azobini o'rtoqlashimiz. Pokistonning terrorlikqa qarshi kurashini qo'llashni davomlashtiramiz, deyildi. Pokistonning Balochiston o'lkasida o'tkazilgan saylamdagi parlament a'zosi kandidatlarini nishon qilgan bomba hujumida 28 kishi qazo qilib, 47 kishi yaralangan edi. Turkiya askarlari Kosovoda tinchlik saqlamoqda. NATOning Kosovodagi tinchlik saqlash qismi tarkibida vazifa o'tayotgan Turkiya askarlari Kosovo bilan Serbiya o'rtasidagi chegara rayonida bexatarlikni saqlash uchun chorlash xizmatini davomlashtirmoqda. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Kosovoning shimolida o'tgan yil 24-sentabr yuz bergan va bir Kosovo fuqarosining o'limiga sabab bo'lgan hujumni paydo qilgan Serb qurolli kuchlari Kosovoga tog' yo'llari orqali kelib ketgan edi. NATO qismi mazkur hujumdan keyin rayondagi chorlash xizmatini kuchaytirgan edi. Xavfsizlik va muqimlikni kafolatga ega qilish uchun BDT Xavfsizlik kengashining qarori bo'yicha 1999-yili 12-iyun Kosovoda vazifa o'tashni boshlagan NATO qismida NATOga a'zo 21 davlat va a'zo bo'lmagan 6 ittifoqdosh davlatdan 4500 dan ortiq askar bor. Turkiya o'tgan yili 10-oktyabr NATOning qo'mondonligini 1 yillik ustiga olgan edi. Yevropa Rossiyaga 13-qatimliq embargo yurgizishga tayyorlandi. Belgiya Tashqi ishlar ministri Xadija Lahbeb Yevropa ittifoqi Ukrainani qo'llashni davomlashtirayotgan bir vaqtda 24 fevralda Rossiyaga qarshi 13-qatimliq embargoni yo'lga qo'yishni plan qilganligini bildirdi.
Türkiye Ovozi Radiosi xabarida bildirilishicha, Belgiya Tashqi ishlar ministri Xadija Lahbib Ukrainani 1 million pay zambirak o'qi bilan ta'minlashning sur'atini tezlashtirish kerakligini ta'kidlab, hozir bu nishonga yetishdan yiroqmiz. Taxmin qilinishicha, mart oyigacha 524 ming pay zambirak o'qi avatiladi. Ammo bu nishonimizdan xeyli yiroq. Shunga qo'shimcha qadamlarni tashlashimiz va o'q-dori ishlab chiqarishni oshirishimiz kerak dedi. Qayd qilinishicha, Yevropa Ittifoqi Rossiyaga qarshi 13-chi qatimliq embargoni yo'l qo'ydigan bo'lib, buningga Rossiya diplomatlari kirgizildi ekan. Rossiya 2022 yil 24 fevral boshlagan Ukrainani ishg'ol qilish urushi sababidan yo'l qo'yilgan embargolarda Rossiyadan bevosita olmos import qilish, shuningdek suyuqlantirilgan propan, mis va alyumin simlari, litiy batareyasi, shuningdek uchqu zapchastlarini setish cheklandi. Yangi embargoning yurgizilishi uchun barliq Yevropa Ittifoqi davlatlari birdek qo'llashi kerak. Hürmetli görürmelerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah atiki programımızı görüşkice aman boğaçlar. Assalamu alaykum va rahmatulloh.